Assalomu alaykum barchaga. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridamiz. Nukus shahrini bu yerlarni albatta siz Toshkentda yashasangiz ham bilishingiz kerak. Bu yer Nukusning qoq markazi Toshkent hotel. Mana yo'llarda bu soat bu Nukus dehqon bozori, Qoraqalpog'iston ko'chasi. Bu yerni bilsangiz, Nukusga kelganingizda Toshkent hoteliga kirib ketishingiz mumkin. Hozirgacha emas, 10-11 gacha yoqdi. Hozir tongdan 7:05 dan boshlab yoqqan. Undan ham ko'p vaqt yoqqan bo'lishi mumkin, bilmayman. Lekin qor bu qishning ovozi deyilgan. Yangi yilda endi kutyapmiz bizlar. Qish faslida qori bilan.